Siz bir oy davomida ochgan 30 ta bitimingizni hammasini plyusda yopdingiz, lekin aynan 31-kuni ochgan bitta bitimingiz 30 kunlik mehnatingiz va cho'ntagingizdagi bor pulingizni olib ketishi mumkin. Tanish holat, to'g'rimi? Buning sababi siz depozitni taqsimlashni bilmaysiz va risk menejmentga amal qilmaysiz. Bitta savdodan $5, ikkinchi savdodan $10 ishlaysizda, uchinchi savdodan zarar qilishdan qo'rqib stop loss qo'ymay, bitta savdoni o'zidan $500 zarar qilib, 30 kunlik qilgan foydangizdan, lekin bitta qilgan zararingiz, ya'ni stop loss qo'ymasdan zarar qilganingiz yuqoriroq bo'ladi va 30 kunlik mehnatingiz shunchaki chippakka chiqadi. Shuning uchun hamma sizga maslahat bergan bo'lardim, depozitni taqsimlab savdo ochishingiz va risk menejmentga amal qilishingiz, ya'ni stop loss hamda take profitni nisbatlar bilan ishlashingiz. Eng kamida 2 ga 1 nisbat hamda 3 ga 1 nisbatda ishlasangiz juda ham yaxshi va stop loss albatta qo'yishingiz kerak. Va depozitni taqsimlash ham esingizdan chiqmasin, har bir savdoga taqsimlangan depozit bilan kirgani juda ham ma'qul bo'ladi. Agar siz depozitni to'g'ri taqsimlashda hamda risk menejmentga amal qilishni bilmasangiz, 90% holatda ham yutsangiz, yakunida lekin baribir kasod bo'lasiz. Ko'rona savdo ochishni to'xtatib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.